qizlar, birinchi tonirovkadan boshlaymiz. Mana bunaqa pastel ishlataman. Menga o'tdi. Birinchi o'rtasidan boshlaymiz. O'rtasi tichinka deymiz ama. Nima shunaqa 7 balandligida, 8 balandligida bichib olgan poloskalarimiz o'rtasi bo'ladi. Men mana bunaqa pastelni bo'yamoqchiman. O'rtasi pudra rangi bo'lsa, yonlari rozoviy 240 seriyasi. Quritilgan salfetkani, nam salfetkani quritib, taxlab, shu salfetkada bo'yayman. Yashlab pastelli bundoq olamiz. Mana bunaqasiga bo'yab chiqamiz. Hozir videoda ko'rinmayotgandir, chunki rangi juda ham och bu pastelli. O'shanga ham sizlarga uncha ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Pudra rang izoloni bo'lmagani uchun, agar masalan pudra rang izoloni bo'lganda hozir bo'yamasdim. Pudra rang izoloni bo'lmagani uchun pastelli bo'yab chiqyapman. Sizlar xohlasanglar balkim pioneli rozoviy rang bo'lsa, o'rtasini xuddi shunaqa oq poloskani azgincha chizib rozoviy rangi yoki sireniy rangi yoki sarg'ish rangi bo'yasanglar bo'ladi. Rozoviy rangi ko'p rangga yarashadi, ya'ni o'rtasi o'shanda ajralib turadi. Qaranglar-da, qanaqa rangda yasasanglar o'rtasini o'shanga moslab olinglar. Hammasini bir xil rangda qilsanglar ham bo'ladi, bo'yamasdan qilsanglar ham bo'ladi. Men hozir o'rtasini mana shunaqa pudra rangda bo'yab chiqaman. Buni xohlasanglar mana bunaqa oq joylarini qoldirib bo'yasa bo'ladi. Xohlasanglar polniy bo'yab chiqinglar. Xohlasanglar o'rtasini masalan lipistoklari, yaproqlari och rozoviy bo'lsa, o'rtasini to'q rozoviy izolondan qilsanglar ham bo'ladi. O'sha o'zingizlarning fantaziyalariga, vkusingizga qarab yasaysizlar. Poloskasini mana ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana shunaqa pudra rangiga bo'yab chiqdim. Hali yasaganimda ko'proq ko'rinadi rangi. Ikki tarafini bo'yab, sizlar mana bunaqa pastel bilan surmanglar qizlar. Bu juda ham rangi och bo'lgani uchun haqiqatan ham men bu yuzga suradigan pudrani och toni bor-ku, o'shanaqa tonda. O'shanga sal men qalinroq qilib chizib chiqaman. Rangi ko'proq bilinsin deb. Mana shu rang kerak bo'lgani uchun qalinroq chizib chiqaman. Ikki tarafini bo'yab olamiz. Endi lipistoklarimizni, ya'ni yaproqlarimizni u ham kim qanaqa rangda bo'yaydi, o'zi tanlaydi. Men sag'al rozoviy rangda bo'yayman. U uchun 210 seriyali pastelli olaman. Xuddi shunaqa qilib salfetkaga surib olaman. Mana masalan eng kichkina razmerimizni bu tepasi sal mana qilib yosh bolalar quyosh nurlarini chizadi-yu. O'shanga o'xshab mana o'rtasiga yaqinroq, manbetlariga tegmayman, o'rtasiga yaqinroq qilib bo'yab chiqaman. O'shanda piyonni o'rtasi rozoviy bo'lib, atroflari oq bo'ladi. Ko'p surmayman. Nomiga rozoviy bo'lsa yetadi menga. Katta razmerlarimizni ham xuddi shunaqa qilib bo'yab chiqaman.
sizlar aytganimdek o'zinglar tanlagan rangda bo'yanglar. Ya'ni bunaqa qilib bo'yaganda o'sha o'rtasi rangli bo'ladi, chetlari agar oq izolon bo'lsa oqligicha qoladi. Masalan, buni och pushti rangiga ham shunaqa to'q pushti rang bilan bo'yasak, o'rtasi to'q ko'rinib, chetlari och ko'rinadi. Hamma razmerlarini mana shunaqa qilib bo'yab chiqamiz. Yarmidan buni sal yarmi bo'lsa, sal o'tolmay yarmidan oldi orqa taraflarini bo'yaymiz. Sizlarga aytib beraman deb men kichkina razmerlarim orqa taraf qolib ketdi. Ularni ham bo'yab chiqaman. Bo'yab chiqamiz qizlar. Hammasini birinchi, keyin shaklini bichishi ko'rsataman. Shakl, ya'ni formasini bichishga o'tamiz. Qizlar, qaranglar, men nima qildim? Boya sizlarga ko'rsatganim nimagadir och ko'rindi. O'shanga boshqatdan bo'yab chiqdim, to'qroq qilib chiqdim. O'rtasi ajralib tursin deb. Xuddi boyagi pudra qalamim, rozoviy qalam aralashtirib chiqdim. Haqiqatan bir ajoyib chiroyli rang bo'ldi. Hozir qanaqa qilganimni sizlarga ham ko'rsataman. Balkim sizlarga ham kerak bo'lib qolar. Boyagi qalamim. Aytgandek och bo'lgani uchun chizib chiqaman. Endi nomiga etiga betiga qilib rozoviy rangini qo'yaman. Endi buni xuddi boyadagi surkab chiqaman, bo'ldi. O'shanda bunaqa aralash chiroyli rang chiqyapti. Bet-betida rozoviysi bilan aytgandagi oldi orqa tarafini bo'yab chiqamiz. Sizlarga ham ko'rsatay. Oldi orqasini bo'yab chiqaman. Oldi orqasi. Mana 7 santimetrlik uzun kusog'imiz. Endi buni nima qilamiz qizlar? Mana bunda iloji bo'lsa 2 mm dan eni 2 mmlik izolondan eni 1 cm qilib poloska kesib chiqib, buni mana bunaqa qilib yopishtirib chiqamiz. Tagiga mana bo'yalgan joy tepamizda bo'lsa, mana bunda tagiga yopishtirib chiqamiz. Yopishtirib chiqdim buni. Endi buni mana bunaqa qilib buklab где-то 1-2 qilib mo'ljallab, iloji boricha bir xil qilib mana bunda tichinka qilib kesib olamiz. Mana bu yopishtirganimizga ham bormasin.
Natijada mana mamdod techinkalarimizni chiqsin. Polniy mana shunaqa qilib ikkala poloskamizni ham 7 liniya ham 8 liniya ham yopishtirib chiqamiz qizlar. Xo'p, ko'rinyapti sizlarga ham. Qizlar, endi mana yaproqlarimizga forma beramiz. Mana eng kichkinasi. Undan keyingisi, ya'ni bir xil shaklda emas. Mana masalan har xil qilib kessa bo'ladi. Uchalasi ham har xil. Mana kattalarini mana bunaqa kesdim, har xil formada. Chunki piyonning uchlari g'adir-budir bo'ladi. Mana eng kattalari. Sizlar ham mana shunaqa qilib kesinglar. Eng kichkina razmerimizdan boshlaymiz. Mana buklab, mana bu yerda o'rtasini topib, mana bundoq burchagini olib tashlaymiz. Yarmiga yetib bormaymiz. Bu yerda mana bundoq olganda 3dan 1 qismidan boshlab mana bu burchagini dumalashtirib yuboramiz. Jam katta olmaylar. Ensiz bo'lib qolmasin tomi. Endi mana bundoq qaychi bilan plavniy boshlab mana qilib razrezli qilib olamiz. Shoshmasdan kesinglar. To'rtburchak bo'lib qolmasin. Sizlarga yetib o'zimda bo'lib qoldi azincha. Olib tashlaymiz dag'al joylarini. Yana bittasini ko'rsating. Bukladim. O'rtasini topib, burchagini olib tashladim. O'rtaga yetib bormadim. Bu yerdan ham burchagini olib tashladim. Endi bu safar men bu yerga kattaroq razrez qilaman. Shoshmasdan betlarini bunday qilib g'adir-budir qilib tashladim bunisini. Ikkinchi razmerimizni xuddi shunaqa buklayman. O'rtasini topib olib tashladim. Bu yog'ini ham dumalashtirdim. Yana bitta ko'rsataman. Buklayman. O'rtasini topaman. Bu burchakni olib tashladim. Bu burchagini olib tashlayman. Bu yog'ini уже g'adir-budir qilib razrez qilamiz. Jam katta qo'ymaylar razrezini. Hali shakl berayotganda yirtilib ketmasin. Shakl berishda qiynalasizlar. Bundan bitta katta 3-razmerimiz. Xuddi shunaqa hammasi bir xil qizlar. Butonga bichganlarimiz ham xuddi shunaqa. Butonnikini faqat sal tonirovkasini boshqacharoq qilamiz. Xohlasanglar xuddi shunaqa qilinglar. Hozir buni ham ko'rsataman. Qatidir kattaroq razrez, qatidir kichikroq.
bukladim. Burchaklarini olib tashlayapman. Mana eng katta razmerimizni 4-chi. Buni sal yarkiroq bordim tonirovkasini. Kichkinaligi nisbatan. Xuddi buni ham o'rtasidan topib, burchagini olib tashlab, tepadagi tomini burchagini olib tashlab, hammasi bir xil formirovka qilinadi. Bukladik, o'rtasini topdik, burchagini olib tashladik, tomidagi burchagini olib tashladik. Endi razrez qilamiz. Shu shaklda. Shular hammasini shaklini beraveramiz. Keyin formirovka qilishni boshlaymiz. Bunisi bu shakl bo'ldi. Shakl berishga formirovkaga o'tamiz. Bu uchun mana bu kopto kerak bo'ladi. Koptoni razmeri, ya'ni diametri endi mana 9,5, почти 10 santimetr. Значит, 9-10 santimetr koptogilar yoki mana bu 10 tali plafonilar bo'lsa, to'g'ri keladi. Mana bu krem idishi, bu 7 santimetr diametri. Fenimizni yoqamiz. Fenimizni baland yoqmaymiz. Bu 1 santimetr bo'lgani uchun judayam baland yoqmaymiz. Birinchi mana o'rtasi kesib olganim. Bu 8ligi menda. Buni hozir mana bunaqa shaklga keltiramiz. Qalqlaylamadi. Oldin bu tarafda kraskasini qotirib olamiz. Endi bu tarafda kraskasini qotirib olamiz. Bitta-bitta o'tkazib olamiz va boshlaymiz. Ozgincha mana olov berdim, issiq berdim, sal mana burab qo'ydim. Yana berdim, yana burab qo'ydim. Endi buni mana qilib tagiga ochilib ketmasligi uchun bularni chiqamiz. Hammasini bu taraf qilib mana shunaqa shakl berib, bu tarafga shakl berib formirovka qilib chiqamiz. Полный ikkala kusokimizni ham balandligi 7 santimetr liniya,
8 santimetrligini ham bir xil qilib mana shunaqa qilib o'rtasini chiqamiz oxirigacha. Endi lipistoklarimizga o'tamiz. Bu piyonni eng kichkina birinchi razmer lipistoki. Bu uchun mana bu tarafini oldin o'tkazib olamiz. Bo'yog'ini qotirib olamiz. Ozgincha nomiga yumshatib olib, mana qilib gafri qilib taxlab oldim. Ko'rinadi qizlar. Sal qizdirib olib, mana qo'pto'ga mana qilib yotqizdim. Fenim mana ko'rinadigan darajada tursam, endi buni mana qilib ochib olib, bo'ldi. Birinchi razmer lipistokimiz tayyor. Yana bir marta ko'rsataman. Bu taraf kraskasini qotirib olaman. Ozgincha ustini yumshatib olaman. Mana gafri qilib taxlayman. Sal qizdirib olaman. Mana qilib soviguncha ushlab turaman. Hamma taraf ko'rinyapti. Mana qilib ushlab turaman. Suvdi, jam qattiq qizdirib yubormanglar. Mana bunaqa joylari yopishib qolmasin. Lipistokimiz tayyor. Bu уже ikkinchi razmerimiz. Ikkinchi razmerga bu qo'ptog'imni olaman. Xuddi shunaqa kraskasini qotirib olaman ikki tarafidan. Yumshatib olaman. Gafri qilib taxlab olaman. Taxlab oldim. Endi mana qilib ushlab turibman. Mana soviydi. Sovigandan keyin qo'yaveraman. Bu lipistokim ham tayyor. Yana bir marta ko'rsataman ikkinchi razmerimni. Aslida hammasi shunaqa qilinadi. Bir xil shakllantiriladi. Mana gafri qilib taxlab oldim. Betini yumshatib, jam qattiq qizdirib yubormaylik. Bu 1 millimetr bo'lgani uchun tez qiziydi. Har doim aytaman, bitta material bilan ishlash uchun qanaqa qilib eriydi bilish uchun bitta ostatik kesilgan joyini mana bundoq olov tepasida ushlab ko'ringlar, qanaqa bunaqasiga aylantirib. Mana bu 3-razmerimiz. Ya'ni 3-qatorimiz bo'ladi. Kraskasini qotirib olamiz. Tepasini yumshatib olamiz. Yog'ni endi mana qilib gafri qilib taxlab bundoq ushlab olamiz. Betini yumshatib, qo'pto'ni ustiga mana shunday yotgancha yotqizamiz. Soviguncha ozgincha ushlab turamiz. Sovidi. Lipistok tayyor. Sovigandan keyin qo'yaveraman. Mana endi bu 4-chi, 5-chi, 6-chi qatorimizda 10 tadan bir xil ketgan razmerlar. Buni ham xuddi shunaqa kraskasini qotirib olamiz. Tepasini yumshatib olamiz. Xuddi shunaqa qilib gafri qilib taxlab oldim. Ushlab oldim, tekislab.
betini endi yumshatib ko'pto'yga sag'al mana betidan sag'al tortib yotqizib sovutib qo'yib yuboramiz. Faqat endi buni mana bundoq o'zini ushasin deb orqasiga bitta skladka qo'yib olamiz. O'shanda lipistokimizni mana bundoq shakl olyapti. Yarim dumaloq shakl olyapti. Yana bir marta ko'rsataman. Kraskasini ko'tarib olamiz, yumshatib olamiz. Qotib qolmasidan oldin gafli qilib taxlab olamiz. Endi buni uchidan ushab, betini qizdirib, ko'ptoni quchoqlab olsin. Mana qilib, mana bitta barmog'im bilan, bitta mana bu bashmalog'im bilan ushadim, sovutdim. Orqasiga skladka qilamiz. Lipstok tayyor. Olmasa olmaydi. Bitta material bo'lgani uchun lipistogimiz tayyor. Mana bittasida ko'rsatay. Kraskasini qotirib oldim. Ustini yumshatib oldim. Gafriyni taxlab oldim. Endi buni betini qizdirib olib, ko'ptoni quchoqlab oldim deylu. So'ygandan keyin orqasiga skladka qilamiz. Skladkani eni где-то yarimdan sal ko'proq santimetr bo'lsa ham yetadi. Jam hammasini olib qo'ymaylik, bo'lmasa mana bunda dumaloq bo'lib qoladi. Bu piyonniki o'rtasi mana lipistoklari 4 xil razmer